yaxshimisan? Ha aka, yaxshimisiz? Boshliq o'zlaridami? Yo'q, boshliq ko'chaga chiqib ketibdi. Internetda nima yangiliklar? Aka, yangilikni bari internetda-da. Haligi o Cristiano Ronaldo bor-ku, mashhur futbolchi. Ana o'sha sevgan qizini tug'ilgan kuniga Burj Xalifa binosini ijaraga olibdi. Yo'q-e, bir sutkaga. Lekin men ham undan qolishmayman. Burj Xalifani olmoqchimisan ijaraga? Yo'q-e, Burj Xalifa qayda aka? Yaqinda sevgan qizimni tug'ilgan kuni. Ana o'shani nishonlash uchun shahar chetidan bir xonalik kvartira ijaraga olmoqchiman bir kunga. Undan ko'ra nima qilasan shahar chetida? Burj Xalifani olib qo'ya qolaysanmi? Qaysi Burj Xalifa? Ana, Burjda lavashxonada. Ha. Shunaqa. Bo'tma kiray xonaga. Sog' bo'lgin. Xo'jayin, yo'llari yamash kerak, yo'llarni yamash kerak deydi. Bu o'rinbosarlarni miyasini yamash kerak ekan-ku. Mana xo'jayin, yangi ma'lumotlar. Men bir narsaga hayronman-da xo'jayin. Atrofingizga kimlarni yiqqansiz? Hammasi dumdum. Mana bu Ronaldo kim? Burj Xalifa qayerda? Hech narsadan xabari yo'q. Miyalari yama bo'lib yotibdi. Men bularni anketalarni tekshirib chiqdim. Barchalari maktabda 2 yo 3 bahoga o'qigan ekan. Kim bularni bunday lavozimga qo'ygan? Hayronman. Mana misol uchun men 5 ga o'qiganman. Lekin yashash sharoitim bularnikidan yomon. Qo'ldoshim, 2 ga o'qigan kishini 2 ta narsasi bo'ladi. Uyi va mashinasi. 3 ga o'qigan kishini 3 ta narsasi bo'ladi. Uyi, mashinasi, yana undan hovlisi bo'ladi. 5 ga o'qigan kishini 5 ta narsasi bo'ladi. Kalboshi, ko'zoynagi, yana qon bosimi va eng kam ish haqqi va nihoyat 5-inchisi ko'krak nishoni bo'ladi. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling. Shapaloq hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati, to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32. Endi uka, mana hujjatlaring tayyor. Nasib qilsa suhbatdan yaxshi o'tsang, birga ishlaymiz. Shundoq koridordan kirasan, 3-eshik chap qo'lda. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi deb yozib qo'ygan. G'iyos degan bir akaxon o'tiribdi. Omad. Rahmat. O'ylab javob ber. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mumkinmi? Kiring. Xo'sh, nima bo'ldi? Bo'lmadi. Nimaga? Tinchlikmi? Ilgari biron bir ishni bitirish uchun pora berganmisan deb savol berdi. Aha. Ha dedim. Qiziqmisan uka? Bunaqa joyda ozgina ayyorlik qilish kerak. Yo'q, bermaganman desang bo'ladi-ku. Nega aytasan? Qanaqa yo'q deyman? Axir 4 yil oldin shu odamning o'ziga pora berganman o'qishga kirish uchun. Voy aka, yaxshimisiz? Yaxshiman. Siz hokimiyatda ishlaysiz-a? Ha, hokimiyatda ishlayman. 2 marta dadam yoningizga borgan ekan, men unga qo'l qo'ydirishga qo'y bermabsiz. Qani bering-chi. Ko'ring. Ha, yo'q. Bunga qo'l qo'ymayman. Adezga necha marta aytaman, tushunmagandan keyin nima qilaman? Mushuk ham tekinga avtobusga chiqmaydi, bilasizmi shuni? Yo, siz jo'natdimi adez?
Bu tomoniga ham ko'raveramiz. Chiqing mashinaga. Yo hozir shunga qo'l qo'yib berasiz, yo men sizga ayol makr qanaqa bo'lishini ko'rsataman hozir. Menga qarang, menga hech qanaqa ayoli makri o'tmaydi, bildingizmi? Unda hozir mana shu yerda dod solib baqiraman. Mana shu odam meni zo'rlayapti deyman. Voy, dod odamlar kim bor? Yordam beringlar, voy. Voy odamlar, voy odamlar yordam beringlar, kim bor? Nima? Singlim, nima qildimi sizga? Voy, hozir mana bu yerda ikkitasi kelib, meni zo'rlab, mashinasiga o'tkazmoqchi bo'ldi. Mana bu odam meni qutqarib qoldi. Yaxshi ham bu odam bor ekan. Rahmat aka sizga. O'zim men bu odamning yoniga qo'l qo'ydirgani keldim. Aka, qo'l qo'yib bera qoling-a. Assalomu alaykum. G'iyos Turdiev o'zlaridan? Ha, o'zlarda bo'lish kerak. Bilasizmi? Bu serial bilan Erkila ham bir xil bo'lib ketgan o'sha. Nimaga? Ikkalasi ham ayni qiziq joyda tugatib qo'yadi. Ketdim bo'pti. Alo. Hasan Nazirovich. Men hozir boraman. Meni yonimga kiring. Hasan aka, men sizdan ortiqcha narsa talab qilayotganim yo'q. Yo'llarni qarang, chiqib ko'ring. Hamma yoq chuqur, hamma yoq yama. Endi xo'jayin bajaramiz hammasini, nima deydi, bartaraf qilamiz. Kamchilik, muammolar hammasi yechimini topamiz, xo'jayin. Balki navbatchi gaplarni bas qilib, savolimga javob berarsiz. Nega bizda yo'llar yomon? Endi bilasiz, xo'jayin, hamma narsa mablag'iga taqaladi. Pul yetmayapti. Hasan aka, men budjetni ko'rganimda eng ko'p pul yo'lga ajratilgan. Bu nima deganingiz bu? Endi yo'l qurilishi arzon narsa emas. Ko'p mablag' talab qiladi. Yana uni ustiga ishchi kuchi ham kerak. Yo, Hasan aka, men sizga aytdim. Yo'l qurilishiga odamlarni oling ishga dedim. Va keragidan ortiq dedingiz. Yana aytgan gapingizni qarang. Bilasizmi, xo'jayin? Sabab ko'p. Masalan, qish faslining og'ir kelishi, qor yomg'irlar ko'p yog'ishi, bu albatta u yo'l sifatini buzadi, xo'jayin. Yaxshi-ham Kanada, Finlandiyada emasmiz. U yoqlarda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Qish biznikiga qaraganda 2 barobar qattiq keladi. Qor, yomg'ir juda ko'p bo'ladi. Lekin birorta yo'llarda yama chuqur ko'rmaysiz. Bizda sabab ko'p. Masalan, katta mashinalar ham yo'l sifatini buzadi, xo'jayin. Hasan aka, balkim yo'llarni katta mashinalar buzmayotgandir. Sizni o'g'lingiz qurayotgan to'yxona buzayotgandir. Endi hali xo'jayin, tamom. Sizga oxirgi imkoniyat. Menga aniq xarajat, aniq vaqt ayting. Sizga bir kun muhlat, boring. menga qara. Bugun kechgacha yo'l bo'yicha barcha muammolarni hal qilib menga taqdim etmaydigan bo'lsang, butun umr asfalt yoyadigan haydovchi bo'lib ishlaysan eshitmagan. Tushundingmi? Xo'p. Hal qilamiz.
Labay xo'jayin. Mana qara, yo'llar qurilishi bo'yicha mas'ul sifatida senga bir narsa aytib qo'y. Agar yo'llar sifatini yaxshilamasang, men asfalt qiladigan mashina haydayman, sen bo'lsang lapat ko'tarasan. Tushundingmi? Bizga shunaqa shart qo'yishdi. Xo'p bo'ladi. Obbo. Alo. Yo bugun asfaltni to'g'rilaysan, yo o'zingni shu asfaltga tiqib boramiz. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'jayin, xo'p. Alo. Menga qara. Hamma ko'cha yamalar tekislansin, yo'llari to'g'rilaysanlar. Men ishim yo'q. Tushundilaringmi? Bajarilaring. Qanaqa ishlaymiz? Oylik kamda ishchilar qochib ketyapti-ku. 200 million rasxoti bor. Saqit, shibin, qum bersiz, chotga qilib yuboramiz. Bo'ldi, bir oyda bitiramiz. Bo'pti. Ishim ko'p. Xo'p. Alo. Labay. Yaxshimisiz? İşimizga 400 million pul kerak bo'lyapti. 2 oyda aytganingizda yo'llarni to'g'rilaymiz. Muammo bo'lmaydi boshliq. Ha, xo'p, yaxshi, hal qilamiz. Xo'p. Alo. Xo'jayin bizga 800 million pul kerak. 5 oyda birorta yama qolmaydi ko'chada. Xo'p, hozir. Xo'p, yaxshi. Alisher. Labay. Hasan aka o'zidami? Yo'qdilar xonarda. Abba. Alo. Alo, Hasan Nazirovich. Endi uzr, xonangizga kirmoqchi deb yo'qotgansiz. Masalalar hal bo'ladi, xudo xolasa. Bizga o'sha 1,5 milliard pul ajratib, 1,5 yil muhlat bersangiz, ana bironta o'sha siz aytganda chuqur deysizmi, yamoq deysizmi, qolmaydi hech qaysi. Yaxshi. Men hokimdan olaman, bo'ldi. Ishni tezlashtiringlar, xo'p. Rahmat. Xo'jayin, siz bergan topshiriq bo'yicha barcha muammolarda masalalarni o'rganib chiqdik. Tumandagi yo'l masalasidagi muammoni hal qilish uchun 3 milliard pul hamda 2 yil vaqt kerak ekan. Hasan aka. Mana sizga 1,5 milliard pul 1 yil muhlat. Oling. Xo'jayin, buni iloji yo'q. Ilojini qilasiz. Menga qara, senga 800 million pul 6 oy muhlat beraman. Tushundingmi? Mana hamma hujjat tayyor. Hasan aka, siz joydami sizni? 800 million pulga bunaqa ish bajarib bo'lmaydi-ku. Menga qara, ishlash niyating bormi? Ishlash niyating bo'ladigan bo'lsa bajargin. Tushundingmi? Xo'p. Alo. Yaxshilab eshit. Senga 400 million pul beraman, ki 3 oy muhlat beraman, tushundingmi? Menga qara, ko'p gapirmaginda, bunaqa gaplarni qilmagin. Menga arzon, ishonchli, sifatli asfalt topasan, ana shu bilan ishlaysan. Bo'ldi, ko'p gapirmasdan ish qilgin. Bo'pti.
yo'q. Bu nima degan gap? To'g'ri tushuning xo'jayin. Agar sifat xohlasangiz shoshmaganimiz ma'qul. Tender, smeta va boshqa xat hujjatlari bor. Ana shular hammasi amalga oshirilgandan keyin sekin qurilishni boshlaymiz. Qachon ish boshlanadi? Ish boshlangan xo'jayin, faqat tayyorgarlik ishlari ketyapti. Yana juda ko'p kerakli narsalar sotib oldik xo'jayin. Bu safar juda ko'p narsa sotib oldi. O'g'lim to'yxonasi bitdi. Undan tashqari o'ziga, o'g'liga, xotiniga yangi Mercedes sotib oldi. Aytgancha, tog'dan toza havoda yangi dala hovli quryapti. To'yxona, Mercedes, dala hovli degan? Yo'q. Bunaqa odam bilan ishlab bo'lmaydi. Mana siz meni yangi o'rinbosarimsiz. Avvalgi o'rinbosarimni xatolarini takrorlamaysiz deb umid qilaman. Endi men unaqa birovlarning xatosini takrorlaydigan odam emasman birinchidan. O'zim prinsipim, o'zim yo'nalishim bor. Juda yaxshi. Qancha? Nima qancha? Endi mana shu bo'ladigan ishlardan sizga qancha ulush ajralish kerak, shuni ayting. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati, to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32. Siz yangi o'rinbosarim sifatida endi yuzimni yerga qaratmaysiz deb umid qilaman. Halol ishlaysiz. Xo'jayin, qo'limdan kelgan barcha ishni bajaraman. Omad tilayman. Albatta, yangi o'rinbosaringiz qo'ldan kelgan barcha ishni bajardi. Ya'ni chet eldan dala hovli sotib oldi. Ispaniyadan kvartira, hisob raqamni esa Shvetsariyadagi bankdan ochdi. Rossiyadan ham tochkachalar ochib qo'ygan. Tochkachamish. Yana qanaqa tochkacha? Pul keladiganda. Hammasi yo'lga ajratilgan pullardan qilingan. Xalqni pulini talon-taroj qilgani uyalmaydimi? Uyaladimi yo'qmi? Uni ishi. Menga nima baqirasiz? Bo'pti, bor. Surishtiruvni davom ettir. Xo'p. Endi siz yangi o'rinbosarim sifatida ishga jiddiy yondashasiz. Albatta xo'jayin, bu ishlarni hammasini bajaramiz. Shu kunlarni kutgandim xo'jayin. Ruxsat bering, bajaramiz. Ruxsat. Sog' bo'ling. Yangi o'rinbosaringiz vazifasiga juda yaxshi kirishdi. Bir emas, 6 ta kvartira sotib olib, ijaraga berib yubordi. Katta yer maydonini aka-ukalarga bo'lib berdi. Undan tashqari qaynisiga bozordan 10 ta do'kon sotib oldi. Do'kon? Ha, tochkachada. Ha, pul keladiganmi? Xo'jayin, pul oqadigan. Buni ham chopish kerak. Rostini aytsam, halollikni hech kimdan kutayotganim yo'q. Endi siz pastdan hammasini bilib bu o'rindiqqa keldingiz. Siz ayol kishisiz. Endi bu ishda yangi o'zgarishlar qilasiz degan umiddaman. Abduxot aka, siz umuman xavotir olmang. Sizga shunaqa zo'r yo'llar yaratamanki, Amerikadan ham zo'r. Amerikadan? Ha, Amerikadan. Undan tashqari Londondan ham 5 xonali kvartira sotib oldi. Tilla soat, 15 kilogramlik tilla taqinchoqlar kolleksiyasi. Kiyimlar ham dunyo brendlari asosida. Tan olish kerak. Bu ayolni
dedi bunchalik nozik deb o'ylamagandim. Ha aytgancha, kemirgan pullari bo'yicha bundan oldingi o'rinbosarlaringiz rekordini mutlaq yangiladi. Nimaga unga shuncha boylik? O'ziga emas, eriga. Ha, eri yo'q-ku. Sizni o'rinbosaringiz bo'lgandan so'ng erga tegdi. O'zidan 15 yosh kichik yigitga. Ismi nima ekan? Ismini bilmadim-ku, lekin laqabi aniq Alfons. Ha, opani o'zi uchun olgan narsalarni ham ro'yxatini tuzib chiqdim. Ularni ham o'qiymi? Demak biz o'rmonni kemiruvchilardan tozalashimiz kerak ekan. Shunda daraxtlar ko'karadi. Ana endi o'zingizga keldingiz, xo'jayin.